Ogoh bo'ling. Buxoroda nimalar bo'layapti o'zi? Vaziyat tobora jiddiylashib bormoqda. 27-aprel kuni Buxoro davlat texnika universitetining yangi qurilgan yotoqxonasining 1-qavatida yashab turgan 1-kurs talabasi o'zini osib joniga qasd qilgani haqida xabar bergandik. 28-aprel kuni ham ushbu universitetning yana bir talabasi sahar soatlarida o'z joniga qasd qilgan. Bu haqida qalampir.uz manbasi xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, talaba ismi qisqartirilgan FD talabalar turar joyida o'zini osib o'ldirgan. Hozirda hududdan talabalarning chiqishi taqiqlangan. Yotoqxona qabriston ustida qurilgani aytilmoqda. Tahririyatga murojaat qilgan boshqa bir talabaga ko'ra, ushbu surunkali suiqasdlar universitet talabalariga qattiq ta'sir qilayapti. Ular har tong vahima bilan uyg'onmoqda. Bizning ruhiyatimizga juda qattiq ta'sir qilayapti bu. Kattalar kelib holatni o'rganib, bunaqa ayanchli ishlarni oldini olmaydimi? Har bir talaba bilan suhbat qilib, ruhiy holatni o'rganish kerakdir, deydi murojaatchi.